Ana tobiz qochmasin. Assalomu alaykum do'stlar. 3-mikroyonda obyektimizni topshirib oldik. Hop, bu yerga oq tosh qilib berganmiz. Mo'ykasi patnusiga qo'yib berdik. Gazini 62 ga joylashganmiz. 5 bo'linchisi bo'lgan. Bu toshimiz uzunlik razmeri 2 metr. Sanuzellarga ham raqamini qilib berganmiz. Bu raqamlarimiz razmeri 65 cm ga eni 45 cm bo'lgan. Oq sahmolari kumush bo'lgan.